Assalomu alaykum hammaga. Bugun Yunusobod tumani Katta Hasanboyda 2 sotuv prям tartsovoga tushgan uchastkamizning obzoriga kelganmiz. Xo'p, qisqacha ma'lumot beraman. Qolgan ma'lumotlar hammasini Telegramdan tortib olishingiz mumkin. Telegramda biz videolarimizni ham qo'yamiz. Xo'p, 390 kvadrat taxminan birinchi, ikkinchi va podvali. Podvalda ham to'kinli etash, jiloy qilingan, prям oshxona ushatga tushirilgan. 6 ta xona, 2 ta hol и целый podval jiloy qilingan. Ko'rishingiz mumkin, juda ham sifatli ta'mirlangan. Mana bu masalan italyanskiy qilingan. Mana gilamlarni ko'rsanglar, hammasi Eronniki. Polni to'pli pol bo'lgan, kafillari ham Eronniki. Xo'p, mebellari qaysidirlari Belorussiya, qaysidirlari Turetskiy, santexnika umuman pul ayalmagan. O'zi umuman kimda kim agar 299 ming puli bo'lsa, mana shu uchastkani olsa, maza qilib yashaydi. Hamma narsa juda ham sifatlilar ishlatilgan, mebellar bormi? Absolutno hamma narsa juda ham sifatli. 2 sotuv tartsovoyda tushgan. Hovlilarni ham, ko'chalarni ham hozir ko'rsatamiz. Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Podrobniy informatsiya o'sha yerda bo'ladi. Mana shu nomerlarga telefon qilsangiz, o'zingiz kelib ko'rsatamiz.